Xush xabar do'stlar. Biz ko'pdan beri kutayotgan Qur'on Karimning yangi tarjimasi chiqdi. Ustoz Muhammad Yusuf Muhammad Tursun 23 yil jafoliq ishlab, ajoyib fasohatlik va o'ng'ay til bilan tarjima qilgan Qur'on Karimning Uyg'urcha tarjimasi birinchi bo'lib Alloh taolaning yordami bilan va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasining ruxsati va qo'llashi bilan besilib chiqdi. Qur'on Karimni hozirgi zamon Uyg'ur tiliga tarjima qilgan olim ustoz Muhammad Yusuf Muhammad Tursun 1968 yili 10 fevral kuni tarixiy vatanimiz Xotanning Keriya nahiyasida ilm ma'rifatlik oilada tug'ilgan. 17 yoshida Qur'onni to'liq yodlab, nahiyalik cho'ng mechitda xatmi o'tgan. 1989 yili Misr diyorida Al-Azhar universitetiga tushib, 1993 yili Shariat va qonun fakultetini tamomlagan. 1994 yili Turkiyada Qur'on Karim va arab tili darsidan muallim bo'lgan. 1995 va 1999 yillar orasida Qozog'istonning Olmuti viloyatiga qarashliq Issik shahridagi Qozoq Turk institutida arab tilidan muallim bo'lgan. Bu jarayonda bir tarafdan Qozog'istonning Cumhuriyetlik Uyg'ur ovozi va Yangi hayot gazetlarida diniy va ijtimoiy maqolalarni e'lon qilib tursa, yana bir tarafdan islomdagi oila tuzumi, namoz o'qish qoidasi, islom aqidalari, zakot kitobi, roza va uning ahkomlari qatorliq kitoblarni yezib chiqib nashr qildirgan. Qozog'istondagi Uyg'ur jamoatchiligi uning maqolalarini va kitoblarini qiziqib o'qiydigan bo'lib qolgan. Ba'zi kitoblari qozoqchaga tarjima qilinib, Shapag'at Nur degan oylik qozoqcha jurnalda yillarcha e'lon qilingan. Ustoz Muhammad Yusuf 2001 yili Saudiya Arabiston hukumatining maxsus taklifi bilan 2023 yilga qadar Saudiya Arabiston xalqaro radiosi Uyg'ur bo'limining diktori va mudiri bo'lib ishlagan. Tinimsiz izdinish ruhiga ega bo'lgan ustoz Muhammad Yusuf hozirgacha 30 dan ortiq diniy asar yozganning sirtida arab tilidan Uyg'ur tiliga 20 dan ortiq kitob tarjima qilgan. Uning har qaysi gazet jurnallarda va ijtimoiy to'rbatlarda e'lon qilingan maqolalari 1600 parchadan oshadi. 300 dan ko'proq ovozli audio programmasi va ayrim suhbat lentlari, ya'ni videolari tarqalgan. Hozirgacha uning asarlari dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarning qizg'in olqishiga erishib kelmoqda. Shundaqla ustoz Muhammad Yusuf Tafsir Javharlari nomli 10 tomliq kitobni yozgan bo'lib, birinchi nashri 2018 yili Olmutida Kiril yezig'idagi Uyg'ur tilida, ikkinchi nashr bo'lsa 2024 yili Kona Uyg'ur yezig'ida Istanbulda nashr qilingan. Ustoz Muhammad Yusuf o'zining Din va hayot 2000 savolga javob nomli mashhur asari orqali xalqimiz ichida aniq bo'lmay kelayotgan masalalarga ro'shan aniqlama berib, ajoyib yaxshi ta'sir paydo qildi. Islomning insonlarga o'ng'aylik elib keladiganligini, hayotning hamma taraflariga chetiladigan adolati va haqiqatini xalqimizga eng tushunishli holda yetkazdi. Xalqimiz bu kitoblarni mechit va uylarda o'zlariga darslik qildi. Hozirgi Uyg'ur olimlari ustoz Muhammad Yusufning Qur'on Karim tarjimasini Uyg'ur tilida eng to'g'ri, eng tushunishli ifodalangan, tili fasohatlik va go'zal chiqqan deb baho berdi. Hurmatli aziz qarindoshlar, kitobning tarilimi ko'p emas. Shunga setib olishga oldiringlar.